Paloncha pul sarflab hadoingizni qildirdingiz-ku, lekin ko'p vaqt yurmasdan hadoingizda har xil noxush ovozlar chiqib qoldi. Bunda sabab nimada? Aynan bu muammo juda ko'pchilikning joniga tekkan. Bugungi videomda mana shu muammoga yechim topamiz. Videoni oxirigacha ko'rib turing va videoga bitta like bosib qo'ying. Boshida aytib o'tgan muammoyimning asosiy sababchilari mana shu qo'limda ko'rib turgan detallar, ya'ni hadoiy detallar. Hadoiy detallarni siz yangi olib qo'ydirib turganingizda shunga e'tibor beringki, agar detallar original bo'lsa, hech qanday muammo tug'dirmaydi. Masalan, bitta amortizator agar bu Xitoy bo'lsa, yamaga tushganingizda Xitoy amortizator gazi tez chiqib ketib qolganligini hisobiga boshqa detallarga, ya'ni sharovoyga, nakanishlarga zarar beradi va bu holatda sharovoy nakanishlarning tez ketib qoladi. Shuning uchun hadoiylaringda tez muammo bo'lib qolishi mumkin. Albatta, buni usileniy amortizatorlar qo'yib, zavodskiy holatda yig'ilsa, sizning mashinangizda muammo bo'lmaydi. Aynan mana shu qo'limda ko'rib turgan trekker chashkalarini ham shu mashinaga hadoiy qilib qo'yilgan. Trekker chashka qo'yilganligini hisobiga hadoiy jicha jostkilashib, qolgan detallarda muammo bo'lgan. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bizning profilga obuna bo'ling va bu videoni doim hadoiy jostki bo'lib yuradigan o'rtoqlaringga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin.